Assalomu alaykum barchaga. Mutolaa podkasti 4-son. Sizlar bilan anchadan beri uchrashmadik. Ayrim ish va texnika muammolari sabab shunchaki miyalar o'ylab topgan bahona. Hozir ham xuddi shu muammolar bor, lekin mana ilojini topdik. O'sha paytda ham ilojini topish mumkin edi, faqat dangasalik yoki nimadir boshqa omillar ta'sir qilib anchadan beri podkastimiz chiqmagan edi. Mana bugun olishga qaror qildik. Muammolar juda ko'p, chunki tayyorlangan kitobim o'zimda emas, o'qib turishga boshqaga berganman. Ilojini qilib baribir o'sha kitob haqida ozgina bo'lsa ham qisqacha gaplashib o'tamiz. Balki bu kitobni ikkinchi qismini ham videosini olarmiz. Hozir o'sha kitob Kel Newportning diqqat kitobi bo'ladi. O'sha kitob haqida ozgina gaplashib o'tamiz, chunki vaqtimiz kamroq, sababi telefon joyi to'lib qoladi. Telefonda olinyapti video. Buni boshqa sabab yo'q. Xo'p, unda boshladik. Kel Newportning diqqat kitobi. Bu nima haqida? Bu hozirgi chalg'ituvchi dunyoda, mana shunaqa ijtimoiy tarmoqlar bizni vaqtimizni o'g'irlayotgan va diqqatimizni o'g'irlayotgan bir vaqtda o'sha diqqatni qanday qilib jamlashni o'rganish, qanday qilib ijtimoiy tarmoqlardan uzoq bo'lish haqida bu kitobda to'liqroq bayon qilingan va nega ijtimoiy tarmoqlardan ketishimiz kerak o'zi degan savollarga to'liq javob berib o'tirgan. Bu kitob haqida Telegram kanalimda ham, blogimda ham yozuvdim. Hozir internet yo'qligi sababli ocholmas ekanmiz. Diqqat kitobi. Diqqat kitobi bu bizga o'sha diqqatimizni jamlashda juda qo'l keladi. Agar sizda diqqat bilan muammolar bo'ladigan bo'lsa, aynan shu kitobni o'qishingizni tavsiya qilaman. Xo'p, nimadan boshlasak? Diqqatimizni o'g'irlaydigan narsalar bu birinchi navbatda Instagram va shunga o'xshash ijtimoiy tarmoqlar, TikTok, balki yana bordir. Nima uchun diqqatimizni o'g'irlaydi deydigan bo'lsak, Instagramda o'sha qisqa videolarni ko'rgan jarayonimizda biz juda ko'p narsa yo'qotamiz. Katta muammolar keltirib chiqaradi bu sababi. O'sha qisqa videolar 1 daqiqalik, balki undan kamroq 20 sekundlik, 30 sekundlik bo'lgan videolar o'tkazilib ketilaverilgandan keyin, ya'ni qisqa videolarga o'rganib qolganimizdan keyin biz uzunroq videolarni ko'ra olmay qolishimiz tabiiy hol. Chunki bizning miyamiz o'sha qisqa videolarni ko'rishga moslashib qolgan bo'ladi. O'zimda ham bo'lgan bunaqa holat juda ko'p. Yaqingacha bo'lib kelgandir. Endi o'sha kitobdan keyin to'g'irlashni boshlaganman o'zim. Uzun videolar ko'ra olmasdim. Bir joyda o'tirib shunchaki hech nimasiz harakat qila olmasdim. Ya'ni o'tira olmasdim, zerikib qolardim-da. Zerikishdan qo'rqardim, qisqacha qilib aytganda. Aslida biz zerikishdan qo'rqishimiz kerak emas. Zerikish bu miyamiz uchun foydali narsa. Aynan o'sha ijtimoiy tarmoqlar bizni mana shu zerikish degan narsadan mahrum qilyapti. Shunaqa vaqti bilan telefonga qarab turmasak bo'lmaydi, chunki o'chib qolgan bo'lishi mumkin. Men javobiga ko'ra gapirib o'tirishim mumkin. Davom etsak bo'ladi. Xo'p, mana shunaqa narsalar haqida umumiy yoritilgan kitobda o'sha bir joyda o'qishim bo'yicha qayerdadir o'qigandim, aniq esga olmayapman yoki eshitganman qaysidir podkastda. O'rtacha butun dunyo bo'yicha yoki AQShda o'tkazilgan tadqiqot bo'lishi mumkin. AQShda o'tkazilgan tadqiqotlarga qaraganda o'rtacha har bir inson, balki dunyoda o'rtacha har bir inson 6-7 daqiqada bir telefoniga qarar ekan. Ya'ni shunchaki telefonni cho'ntagidan olib bitta qarash. Shu haqida gap ketyapti. Bu jiddiy muammo o'zi aslida. Juda jiddiy muammo. Odamning tinchligini, halovatini olib qo'yadigan narsa. O'zimda ham bo'lgan bunaqa holat. Chunki doimiy qanaqadir bezovtalik hissi bilan yuradi-da bunaqa narsa bilan inson. Har 6-7 daqiqada olib telefoningizga qarash, ijtimoiy tarmoqlaringizni tekshirish, kimdir xabar yozdimikan degan narsalar, bu biz uchun jiddiy muammo.
bunaqa holat. Kitobda aynan mana shu masalalar chuqurroq yoritilgan edi. TikTok masalasi, layklarga oshiqligimiz, shunaqa masalalar jiddiy yoritilgan. Hop, yana nima deyishimiz mumkin? O'sha qorong'u xonada yolg'iz qolish haqida ham yozilgan bu kitobda menimcha. O'sha fikrlarimizni, diqqatimizni jamlay olishimiz uchun biz bitta qorong'u xonada shunchaki hech nima qilmasdan, bir burchakka borib o'tirgan holda hech nima qilmasdan o'zimiz bilan gaplashishimiz kerak bo'ladi. Boshida juda qiyin bo'ladi. 10-15 daqiqasi ayniqsa bosh og'rig'igacha boradi. Shunchalik kuchli fikrlar miyangizda aylanaveradi, har xil u yoqdan bu yoqdan. 15 daqiqadan so'ng fikrlar tartibga kelishni boshlaydi. Buni bir haftada bir marta yoki bir haftada 2-3 marta 40 daqiqadan foydalansangiz ham bo'ladi boshlanishida. O'zim 20 daqiqadan boshlagan edim. Hozir qilmayapman, lekin qachondir qilib ko'rganman. Juda foydali. Yangi fikrlar, g'oyalar miyaga o'z-o'zidan kela boshlaydi. Aqlli odamligingiz ozgina bo'lsa ham aqlliligingiz chiqib keladi. Sababi o'shanaqa g'oyalaringiz bor miyangizda, faqat siz ularni eshitmagansiz oldin. Chunki ijtimoiy tarmoqlar bilan band bo'lgansiz, telefon bilan band bo'lgansiz, miyadagi fikrlar eshitilmagan hech qachon. O'zingiz bilan o'zingiz gaplashmaganingiz sababli. Hop. Menimcha yetarli desak ham bo'ladi, yana bilmadim. Chunki u kitob bo'yicha tayyorlanuvdim-u, lekin kitob yonimda emas. Bundan-da keng yoritilgan narsalar bor, qanaqadir o'qib berilishi mumkin bo'lgan narsalar bor uning ichida. Uni ikkinchi qismini ham olamiz, Xudo xohlasa. Hozir shunchaki ertalab uyg'ondim, video olishim kerak deb keldim va videoni oldim. Boshlab olishim uchun bu juda muhim edi. Bir oycha bo'ldi menimcha video olmaganimga, to'xtab qolgan edi. Bu shunchaki boshlanishi, boshlab olish uchun muhim qadam edi. Qisqaroq bo'lsa ham muhimni boshlab oldik. Keyingi sonlarda ozroq qilib, balki o'sha kitobni o'zi haqida yana gaplasharmiz keyingi sonimizda, 5-sonda, o'zi 4-son edi menimcha bu. Balki u ham qisqaroq bo'lar, chunki kimdirga bog'lanib qolgan holda emas, kimdirning texnikasiga yoki kimdir videoga olib turishi shart emas. O'zim harakat qilib olsam ham bo'ladi, mana imkoni bor ekan demak. Xohlagan joyimizda imkonini topib videoni olaveramiz. Bu yo'lga Xudo xohlasa to'xtab qolish yo'q. Har hafta balki 2 haftada bir o'zim niyat qilishim bo'yicha bir haftada bir chiqishi kerak. Bu muhim. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling, kitob o'qing. Keyingi safar keyingi sonimizda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling. Notebookga internet ulab oldim, qo'shimcha qilib ketay. Men shu o'zimning blogimda, shaxsiy blogimda yozgan, diqqat kitobi haqida yozgan maqola deymizmi? Maqola bo'lmasa kerak, postimni o'qib beray. Hozirgi chalg'ituvchi dunyoda diqqatni jamlash eng mushkul vazifalardan biri hisoblanadi. Biror ishni teran bajarishimizga to'sqinlik qiluvchi omillar juda ko'p. Shu sababdan ham 15 daqiqada bajarish mumkin bo'lgan ishni 2-3 barobar ko'proq muddatga cho'zamiz. Hatto ovqatlanish jarayonida ham diqqatimiz ovqatda emas, telefon yoki televizorda bo'ladi. Dars qilayotganimizda esa yonimizda telefon va quloqchinlar bo'ladi. Teran ish bu hech narsaga chalg'imasdan bor aqliy imkoniyatni ishga solgan holda chuqur diqqat bilan bajarilgan ishdir. Bu ish bebaho qiymat yaratadi, mahoratingizni oshiradi va uni har kim ham bajara olmaydi. Ijtimoiy tarmoqlar va barcha aloqa vositalari diqqatimiz, e'tiborimiz va vaqtimizning o'g'risiga aylangan. Aynan shular sababli biz bir ishni teran bajara olmaymiz. Shunchaki o'tirib hech narsaga chalg'imasdan 1 soat dars qila olmaymiz yoki kitob o'qiy olmaymiz. Aziz Rahimovning iqtibos podkastlarida eshitishimcha, inson o'rtacha har 6 daqiqada ijtimoiy tarmoqlarni tekshirib turar ekan. Iqtibos podkastida eshitgan ekanman boya aytib o'tganimda. Bu juda qo'rqinchli. O'zimizdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, bu albatta haqiqatga yaqin. Hech bir sababsiz ijtimoiy tarmoqlarga kirib chiqaveramiz. Hech kim yozmaganini bilsak ham. Bizga umuman keraksiz bo'lgan dunyo yangiliklarini tinimsiz tekshirib turamiz va miyamizni keraksiz ma'lumotlar bilan band qilamiz. Ahvolimiz qanchalik achinarli ekanini bilmoqchi bo'lsak, telefonimizning sozlamalar bo'limida kun davomida
telefonimizning sozlamalar bo'limida kun davomida telefonga va ijtimoiy tarmoqlarga qancha vaqt sarflayotganimiz haqida ma'lumotlarni ko'rib tafakkur qilishimiz kifoya. Birgina Kel Newportning diqqat kitobi diqqatni jamlash, ijtimoiy tarmoqlarni tartiblash va qaysi ijtimoiy tarmoq bizga kerak yoki kerak emasligini aniqlab olish uchun jiddiy yechimlar taklif qilgan. O'qishingizni juda xohlagan holda sizlarga bu kitobni tavsiya qilaman deb yozgan ekanman. Shunaqa gaplar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.